Hammaga alangali salom. Sizlar bilan yana Planet kanalida birgamiz. Bugun sizlar bilan robotlar haqida gaplashamiz. Yo'q, bunday robotlar emas. Butun dunyoda chorvadorlarning joniga oro bo'layotgan, sigir sog'adigan robotlar haqida. Siz nima deb o'ylaysiz? Bunaqangi sigir sog'uvchi robotlar insoniyat tarixida dastlab qachondan ishlab chiqarila boshlangan? Taxmin qilib ko'rdingizmi? Endi taxminlaringizni tekshirib ko'ramiz. Sog'ish robotining birinchi funksional prototipi 1980-yillar ishlab chiqilgan bo'lib, Delaval kompaniyasi buning uchun birinchi patentni oladi. Lekin yugurganniki emas, buyurganniki deganday, Lilly kompaniyasi 1992-yil Gollandiyada birinchi bo'lib astronaut nomli sog'ish robotlari bilan jahon bozoriga kirib keladi. Delaval ham aynan shu yili o'zining ilk robotlarini ishlab chiqara boshlaydi. Keyinchalik 1998-99-yillarda robotlar Shvetsariyada ommalasha boshlaydi. Shunday qilib sog'ish robotlar chorvachilik olamiga kirib kela boshlagan. Hozirgi kunda Delaval robotlarining eng so'nggi modellaridan biri V300 modeli bo'lib, video davomida bu robot bilan yaqindan tanishib olamiz. Xo'jaligingizdagi sigirlarni kuniga 2 mahal sog'ishdan charchadingizmi? Unda bu ishni 100% avtomatlashgan sog'ish robotlariga qo'yib bering. Bitta robot taxminan 3-5 metr kvadrat joyni egallaydi va 60-65 ta sigirni kuniga 2 mahal bemalol sog'a oladi. Albatta sigirlaringiz molxonada bog'langan holda emas, aksincha poda shaklida erkin yurishlari kerak. Robotga borish uchun maxsus avtomatik harakatlanuvchi yo'lakdan o'tiladi. Bu yo'lak sigirlarning bo'yinbog'i yoki oyog'idagi chiplar orqali tanib oladi va sog'ilganiga hali 6-7 soat to'lmagan sigirlarni boshqa tarafga yo'naltiradi. Aksincha 7 soatdan oshgan esa to'g'ri robotga, ya'ni kutish joyiga o'tishadi. Robotdagi so'rg'ichlar jami 5 ta bo'lib, bajaradigan vazifasiga qarab 2 ga bo'linadi. Masalan, birinchi yirikroq so'rg'ich sog'ishdan oldin yillarni yuvib tozalash, qolgan 4 tasi esa faqat sutni so'rib olish vazifasini bajaradi. Robotni bukilgan qo'lining uchki qismida 3 ta narsa joylashgan bo'lib, ular 3D kamera, so'rg'ichlarni ushlab, yellarga taqib qo'yuvchi qisqich va suyuqlik purkovchilardan iborat.
Robotning oldingi qismida maxsus harakatchan idish bo'lib, u yerdan sigirlarga yem kelib turadi. Albatta bu granula shaklidagi yem miqdorini kompyuterdan boshqarsa bo'ladi. Darhaqiqat, kompyuterda Delavalning Delpro yoki Repro kabi ilovalariga robotlar sigirlar haqida ko'plab ma'lumotlarni uzatib turadi. Bularning ba'zilari diagrammalar orqali ko'rsatilsa, ba'zilari esa ranglar bilan ajratilgan bo'ladi. Bu ilovada sigirlarning tug'ilganidan toki o'lganlariga qadar bo'lgan ma'lumotlar saqlanadi. Robot sigirdagi aktivlikni aniqlab, undagi buqaga olib borish yoki suvning qochirilishi vaqtlarini kamida 80% aniqlik bilan ko'rsatib beradi. Bu esa sigirlardagi nasldorlikni oshirishga katta yordam beradi. Bundan tashqari, sigirning kunlik sut miqdori va ulardagi chiplar orqali ularning turgan joyini, ya'ni lokatsiyasini aniqlab beradi. Bu ilovada qilinishi mumkin bo'lgan ishlar juda ko'p. Ular haqida birma-bir gapirib bersam, soatlab vaqt ketadi. Robotning o'zida ham katta sensorli ekran bo'lib, u yerda ham ko'plab vazifalarni bajarsa bo'ladi. Agar siz bu robotlardan birini sotib olmoqchi bo'lsangiz, bu robotlarga aniq bir narx aytish qiyin. Oldin Delavardan bitta mutaxassis kelib, sigirlar soni, molxonaning tuzilishi va buning uchun sizga nechta avtomatik yo'laklar kerakligini hisoblab chiqqandan so'nggina sizga o'rnatib berish xizmat haqini qo'shib, aniq raqamlarni aytishadi. Bu siz uchun taxminan $100,000 dan tepasi bo'lishi aniq. Ishonamanki, yaqin kelajakda bu kabi robotlar yurtimiz chorva xo'jaliklarida ham keng tarqaladi. Siz esa bizning kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna va yoqtirma tugmalarini bosib qo'ysangiz, keyingi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaysiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.